Bugun dasturimizda Yerevanda 100%lik natija. Toshkentda Osiyo o'yinlarining nafasi. Aslanov boksdan chetlatildi. Joshuadan o'ziga xos hazil. Yurtimiz bokschilari deyarli har hafta dunyoning turli mintaqalarida tashkil etilgan xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarni qayd etishni odat qilishgan. Ana shunday nufuzli chempionatlardan biriga Yerevan shahri mezbonlik qildi. Kuni kecha poyoniga yetgan Yerevan Mayor Cup xalqaro turnirida 20 ga yaqin davlat vakillari o'zaro kuch sinashdi. Salkam bir hafta davom etgan musobaqaga yurtimizning 4 nafar sportchilari jalb etildi. E'tiborlisi, yetakchi bokschilarimiz bilan birga umidli yoshlardan iborat jamoamizning barchasi Armanistondan yurtimizga medal bilan qaytishdi. Yevropa davlatlari qatnashdi, juda qiziqarli jang musobaqalari va janglar bo'ldi. Biz har doim Osiyo chempionatlarida Osiyo davlatlari bilan tushganimizda Yevropa boksini ham baribir esdan chiqarmash kerak, chunki Yevropa boksida ham kuchli bokschilar chiqqan. Shunga Yevropa boksini ham ko'rganimda bizning bokschilar ancha oldindaligini his qildik. Murabbiylar mana shu Nodir G'ulomov boshchiligidagi murabbiy o'zi qo'llab borib, yuzini yoriq qilib, mana shu bokschilarni yaxshi tayyorlab ringga chiqardi. 4 ta bokschimiz bor, 4 talasi ham medal bilan sovrindor bo'lib qaytib kelishdi. Tarkibga e'tibor bersak, ular orasidan ayni paytda o'z vaznida dunyoning yetakchi bokschisi hisoblanmish To'rabek Habibullayevni ham ko'rishimiz mumkin. Agar oldinda Osiyo o'yinlaridek muhim musobaqa yaqinlashayotganini inobatga oladigan bo'lsak, nima uchun degan savol tug'ilishi tabiiy. To'rabek Habibullayev ham oxirgi Xitoyda bo'lib o'tgan Jahon Kubogida 3 ta jang o'tkazdi. Hozir oldimizda Osiyo o'yinlari bo'lgani uchun shu To'lqin Qilichi ustozimiz, bosh murabbiyimiz unga jang kerakligini his qilib jang musobaqaga jo'natdi va oltin medalni qo'lga kiritdi. Darhaqiqat Yevropadagi turnirda Toshkent viloyatlik sportchimiz hal qiluvchi finalda muddatidan avval g'alabaga erishib, shohsupaning eng yuqorisidan joy oldi. Yerevan shahrida bo'lib o'tgan musobaqaga qatnashib keldik va ikkita jang o'tkazdim. Yarim final va final janglari. Yarim finalda eronlik raqibim bilan jang qildim. Finalda mezbon sportchi bilan jang qildik. Juda ajoyib bo'lib o'tdi. Ikkalasida ham g'alaba qozondik. Final jangimda birinchi raundda shu yerga yo'llagan zarbamdan keyin jang yakunlandi. G'alabani qo'lga kiritdik. Yaqinda Yevropa chempionatida chempion bo'lgan ekan. Murabbiylar tomonidan qo'yilgan to'g'ri taktika, texnikani bajardik. G'alaba qozondik. Shuningdek, Yerevandagi musobaqada Shahzod Muzaffarov kumush, Samandar Olimov hamda Iqboljon Holdorovlar bronza medaliga ega bo'lishdi. O'tgan ko'rsatuvimizda Jakarta shahrida o'tayotgan U19 va U23 yosh toifasidagi Osiyo chempionati borasida ayrim tafsilotlarni sizlarga taqdim etgandik. 2 yosh toifasidagi chempionatda vakillarimiz kutilganidan ham yuqori natijani qayd etishdi. Ushbu qit'a birinchiligida O'zbekiston milliy terma jamoasi 38 nafar ishtirokchi bilan 21 ta oltin, 6 ta kumush va 6 ta bronza medalini qo'lga kiritib, har jabhada Osiyoda tengsiz ekanligini yana bir bora isbotladi. Boksimiz yana bir bor Osiyoda tengsizlikni isbotlab keldi. Chunki Osiyo chempionatida bizni qizlarimiz ham eng yaxshi natija bo'ldi, tarixiy natija bo'ldi va bolalarimiz ham birgalikda Osiyoda yana tarixiy natija. Bunaqa natija hech qaysi mamlakatda bu kelmagan. 21 ta oltin medalni O'zbekiston terma jamoasi qo'lga kiritdi. Qo'shni davlat Qozog'iston terma jamoasi 11 ta oltin bilan ikkinchi o'rinni oldi va qolgan oltinlar har bitta davlatga bitta-bitta yetib bordi va shuni
men aytamanki, yosh bokschilarimiz ham kelajakda akalariga o'xshab eng yaxshi natijasi dunyo rekordlarini o'rnatadi deb umid qilaman. Chunki mana yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatida yosh terma jamoalar 7 ta oltin medal oldi 10 ta vaznda. Shunaqa chiroyli janglarni o'tkazdi. Har bittasi o'z bir-biridan qiziqarli janglarni o'tkazdi, mutaxassislarni e'tiboriga jalb etdi. Asosiy raqiblarimiz har doimgidek Qozog'iston terma jamoasining bokschilari va Hindiston terma jamoasining bokschilari. Mana finalda ham Qozog'iston terma jamoasining bokschilari bilan ko'p duch keldik. Finaldan keyin oltin medallarni hisoblab, ochkolarni hisoblaganimizda biz qo'shni mamlakat Qozog'iston terma jamoasidan 10 ta oltin ko'p qo'lga kiritdik va bu katta natija. Chunki har doim jamoaviy hisoblanganda bitta ikkita farq hisoblanardi. Hozir juda biz 10 ta farq bilan oldinga o'tib ketdik. Hamma hayratda. Osiyo chempionatida muxlislar, mutaxassislar, murabbiylar bizga rosa havas qilishdi. O'ziga xos rekord va tarixiy natijani qozog'istonlik sport eksperti va sobiq bokschi Aydar Sharabayev alohida e'tirof etdi. Uning ta'kidlashicha, Qozog'iston muxlislari mag'lubiyat uchun turli bahonalarni izlamasligi, aksincha raqibning ustunligini tan olishi kerak. O'zbekistonning 21 ta oltin medalni qo'lga kiritishi tasodifiy emas. Bunday natijaga faqat uzoq yillik tizimli va puxta yo'lga qo'yilgan mehnat orqali erishish mumkin. Mag'lubiyatni tan olish ham kuchlilik belgisidir, dedi u. Shuningdek, tajribali mutaxassis O'zbekiston boksidagi muvaffaqiyatlar murabbiylar, hakamlar va terma jamoa tizimining samarali faoliyati mahsuli ekanini ham ta'kidlab o'tgan. Shu o'rinda qizlarimizni ham alohida aytish mumkin. Chunki qizlarimiz rekord natijani isbotlab berdi. U 23 yoshdagi qizlarimiz 6 ta oltin medal, u 19 yoshdagi qizlarimiz 4 ta oltin medal bilan Osiyoni hayratda qoldirdi. Qizlarimiz ham xuddi bizga erkaklar terma jamoasiga o'xshab 2-chi, 3-chi raqamli bokschilarni olib borgandi. 1-chi raqamli bokschilar hozir Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik qilyapti. Shuning uchun Elshod Rasulov boshchiligidagi murabbiylar shtabi juda to'g'ri qo'llanmani qo'llab, mana shu natija bilan isbotlab keldi. Buni zaminida avvalambor yurtboshimizni bizga berayotgan e'tiborlari, xudo xolasa bu e'tibordan unumli foydalanib, Los Anjelesda bo'lib o'tadigan Olimpiadada oltin medalni qo'lga kiritadigan deb 100% ishonib aytishimiz mumkin. Ma'lumki, joriy yilning eng muhim musobaqasi Osiyo o'yinlari hisoblanadi. 20-bor o'tadigan 4 yillikning yana bir nufuzli musobaqasiga Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qiladi. 19-sentyabrdan 4-oktyabrga qadar davom etadigan kichik Olimpiya o'yinlariga terma jamoamiz a'zolari ham puxta hozirlik ko'rishmoqda. Poytaxtimizdagi Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida tashkil etilgan yig'inda bir qator davlat vakillari ham o'z mahoratlarini oshirishyapti. O'zbekiston direnchi shita koto o Men ilk bor O'zbekistonga 1999-yili kelib, 1 yil davomida yashab, o'z malakamni oshirganman. Shu bois xalqingiz, bu yerdagi murabbiylar men uchun juda ham qadrli. O'zbekiston va Yaponiya boks federatsiyalari o'rtasida mustahkam aloqa esa tobora rivojlanib bormoqda. Shu bois bu yil ham bizning terma jamoa Toshkentdagi xalqaro yig'inda ishtirok etyapti. Sharoitlar har galigidek juda ham yaxshi yaratib berildi. Kuniga 2 mahaldan mashg'ulotlarni olib boryapmiz. Albatta bu yil bizning zimmamizda mezbonlik mas'uliyati bor. Shu bois Osiyo o'yinlariga yanada jiddiy hozirlik ko'ryapmiz. Shubhasiz O'zbekiston terma jamoasi bo'lajak musobaqada ham har doimgidek favorit hisoblanadi. Ta'kidlash kerakki, 2023-yil Hanjouda o'tgan Osiyo o'yinlarida Yaponiya erkaklar terma jamoasi bittadan oltin, kumush va bronza medallariga ega bo'lishgandi. Birlashgan Arab Amirligidan anchadan beri ishtirok etaman. Birlashgan Arab Amirligidan 8 nafar bokschilar ishtirok etishyapti. 50% birinchi raqam bokschilari Emiratda, bular hozirgi oxirgi marta bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida ishtirok etib qaytib kelish lozim. Natijada birinchi bo'ladi, ya'ni kuchli bokslarga tushib qolishda yaxshi kurash olib borib boy berib qo'yishdi o'ylanir. Birlashgan Arab Amirliklari bokschilari ham 3 nafari shu yerda Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik ko'rib boryapti. Ayrim sabablarga ko'ra boshqalar qatnasha olmayapti. O'quv mashg'ulotlarida o'ylaymanki keyingi mashg'ulotga yetib kelishadi.
Eron terma jamoasi ham xalqaro yig'inda ishtirok etyapti. Ular orasida ham nafaqat Osiyo, balki jahon chempionatlarida ham o'zini ko'rsata olgan bokschilarni ko'rish mumkin. بزرگسال ایران و اومدیم ازبکستان Avvalo samimiy qabul va sharoitlar uchun O'zbekiston boks federatsiyasiga jamoamiz nomidan tashakkur bildiraman. Bu yig'inga 10 ga yaqin shogirdlarimizni olib keldik. Maqsadimiz Yaponiyada bo'ladigan Osiyo o'yinlariga munosib tayyorgarlik ko'rish. Ayni paytda barchasi reja asosida ketmoqda. Buni sportchilarimizning holatidan ham anglash qiyin emas. Albatta, bir necha yillardan buyon O'zbekistonda tashkil etiladigan xalqaro yig'inlarda bizning terma jamoa mahoratini oshirib boryapti. Bundan juda ham mamnunmiz. O'tgan Osiyo o'yinlarida bizning sportchilarga g'oliblar safidan joy olish nasib etmagandi. O'ylaymanki, bu safar yaxshiroq natijaga erishamiz. Kezi kelganda aytish kerakki, o'tgan safargi Osiyo o'yinlarida erkaklar 7 vaznda, ayollar esa 6 ta vaznda o'zaro kuch sinashgan bo'lib, musobaqa yakunida yurtimiz erkaklar terma jamoasidan 3 nafar oltin medalga sazovor bo'lgan bo'lsa, ayollar orasida Nigina O'ktam va Shohsupaning 3-pog'onasidan o'rin olgan edi. Osiyolarga tayyorgarlik yaxshi. Yaqinda bo'lib o'tgan U22 Jakartada Osiyo chempionatida qatnashib, Osiyo chempioni bo'lib keldim. O'quv yig'in mashg'ulotlarini boshladik. Endi Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik a'lo darajada bo'lyapti. Oldimizda kuchli musobaqa turibdi. Harakat qilamiz endi Osiyo o'yinlarida yaxshi natijalar qilishga. Olimpiya vazni 80 kg, 75 kg yo'q. Endi ustozlarimiz 80 kg vaznda qatnashishimni aytishdi. Endi Osiyo o'yinlariga qatnashishimiz birinchi marta, chunki 2023-yil endi yoshlardan kattalar terma jamoasiga o'tgandik. Bahslar endi o'ziga yarasha kuchli bo'ladi. Endi biz shunga har doim tayyormiz. O'tgan safar Xanjoda 2023-yil bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida qatnashganmiz. 3-o'rin bo'lib qolgan. Xudo xolasa bunisini oltin medal bilan yakunlaymiz. Har bitta raqib o'ziga yarasha kuchli, tayyorgarlik ko'radi. Hech kim yutqizaman deb chiqmaydi ringga. Shuni ham ustida ishlagan holda g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Bu yig'in ko'p bo'ladi bizda. Biz o'zimiz ham boshqa davlatlarga borib turamiz. O'quv yig'in mashg'ulotlari, tajriba alishsa ham bo'ladi. Biz bulardan nimadir o'rganamiz, bular bizdan nimadir o'rganadi. Shuni biz bir-birimizni o'rganib, tajriba oshirish bo'ladi. Chunki bular ham Yevropa chempionatlarida, Osiyo chempionatlarida to'g'ri kelib qolish ehtimolimiz bor ular bilan. Har bitta musobaqa qiyin, raqiblar jiddiy, ular ham tayyorlanyapti. Bizga ham oson emas. Albatta, chunki boks rivojlanyapti va raqiblar ham o'sib bormoqda. O'sha uchun Osiyoda Qozog'iston terma jamoasi bor, Tojikiston, Qirg'iziston, kuchli Yaponiya davlatlari bor. Bu yerda biz mehnat qilib o'z darajamizni ko'rsatamiz. Raqiblarning ustidan ishlaymiz, xatolarimiz ham bor. Xatosiz sportchini o'zi yo'q va biz o'sha xatolarimizdan ishlayapmiz. Raqiblarimiz ham bizni yutaman deb mehnat qilishyapti, lekin biz ulardan kuchliroqmiz, chunki bizga yurtboshimiz ishonadilar va xalqimiz ishonadi. Bizga oltin medaldan boshqa medal yarashmaydi. O'sha uchun biz bor imkoniyatlarimizni ishga solib harakat qilamiz oltin medallarni olishga. Yaponiyada o'tadigan bu safargi Osiyo o'yinlarining boks musobaqasida erkaklar 6, ayollar esa 5 ta vaznda o'zaro kuch sinashi kutilmoqda. Xanjoda bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida men o'sha yerda edim. 3 ta oltin medalni qo'lga kiritganmiz va 3 ta olimpiadaga yo'llanma olganmiz. Bahodir Jalolov, Abdumalik Xalakov, Hasanboy Dusmatov oltin medallarni qo'lga kiritib, umumjamoa hisobida ham terma jamoamiz birinchi o'rin olgan. Xudo xolasa shunaqa yaxshi natija bilan kelamiz. Poytaxtimizdagi muhtasham Humo arenasida professional boks kechasi o'tkazildi. O'zbekiston Professional boks federatsiyasi va bir qator tashkilotlar hamkorligida o'tkazilgan mazkur kechada nafaqat yurtimiz, balki Qozog'iston, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Rossiya va Xitoylik sportchilar ham ringga ko'tarilishdi.
Nufuzli kechada ilk jangini Ozarbayjon vakili Ramiz Mamadovga qarshi o'tkazgan yosh bokschilarimizdan biri Asadbek Rajabov ham o'ziga bildirilgan ishonchni munosib tarzda uddaladi. Professional boks oqshomida bizning terma jamoamiz vakillari ishtirok etishdi va unda bizning shogirdimiz Asadbek Rajabov ham ishtirok etib, o'zining debyut jangini o'tkazdi. Jang biz kutganimizdan da a'lo darajada o'tdi. Bizga raqiblik qilgan ozarbayjonlik bokschi ham juda ajoyib bokschi va u professional boksda 5 ta jang o'tkazib, ularning 4 tasida g'alaba qozongan. Tajribali bokschi bo'lganligi uchun bizga biroz muammolar tug'dirdi, ammo biz kutgan natijaga erishdik. Hozirda O'zbekiston terma jamoasidan juda ko'pchilik bokschilarimiz professional boksda ham faoliyatini davom ettirmoqda va milliy terma jamoada ham o'z faoliyatini olib boryapti. Bundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, professional boksda, O'zbekiston professional boksida imkoniyatlar juda ham kengayib bormoqda. Bokschilarimizning imkoniyati juda ham ko'proq. Professional boksda chet ellik raqiblari bilan murosasiz jang olib borgan bokschilarimiz deyarli barchasi o'z g'alabasini nishonladi. Ushbu boks oqshomida shov-shuvli voqea kuzatildi. 79 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida ringga ko'tarilgan Asrorjon Aslonov raqibi Odiljon Kamolovga qarshi jangda qoidaga xilof tarzda harakat qilgani uchun O'zbekiston Professional boks federatsiyasi tomonidan bir umrga boksdan chetlatildi. Professional boksda mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan hamyurtimiz Havasbek Asadullayev ham faoliyatidagi 9-jangini yana Rossiyada o'tkazadi. Joriy yilning yanvar oyida IBA Pro turnirida Rossiya chempioni Alan Hugayevni ochkolar bo'yicha mag'lub etgan sportchimiz yana sanoqli kunlardan so'ng chempionlik kamari uchun ringga ko'tariladi. Shu kunlarda mahoratli bokschimiz so'nggi tayyorgarlik mashg'ulotlarini Toshkentda davom ettirmoqda. Сейчас готовим. Oldimizda muhim musobaqa IBF Aziya chempionlik kamari uchun jang turibdi. Shu bois tayyorgarliklarimiz har qachongidan puxta olib borilmoqda. 14-avgustda Tataristonda o'tadigan boks kechasida Havasbekka Sergey Lukovich raqiblik qiladi. Uning hisobida 21 ta g'alaba bor. Bo'lajak jangga tayyorgarlik rejasini ishlab chiqqanmiz. Barchasi ana shu yo'nalishda ketyapti. Shubhasiz Rossiyadagi jangda oson bo'lmaydi. Buni har tomonlama his qilib turibmiz. Biroq Havasbek bunga qadar 2 marta mezbonlarga qarshi Yekaterinburg va Moskva shaharlarida ringga chiqib, har ikkisida ham ishonchli g'alabaga erishgan. Bu ham uni o'zini ancha erkin his qilishiga yordam beradi. O'ylaymanki, Havasbek albatta bunday imkoniyatdan unumli foydalangani holda yurtimizga yana bir chempionlik kamarini taqdim etadi. Ayni paytda 26 yoshli Havasbek Asadullayev professional boksda 8 ta jang o'tkazgan bo'lib, ularning barchasida g'alabaga erishgan. Raqiblarini esa 5 marotaba muddatidan avval taslim etgan. Bu borada uning bo'lajak raqibi Rossiya vakili esa 21 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alabaga erishganligini ham alohida ta'kidlash joiz. Professional boksning super og'ir vazn toifasida jahonning sobiq mutlaq chempioni britaniyalik Tyson Fury Tailandning Pattaya shahrida o'tgan professional boks oqshomida 46 yoshli polshalik bokschi Mariusz Wach ustidan g'alaba qozondi. 12 raundga mo'ljallangan jang muddatidan avval yakunlandi. 7-raundga kelib Wachning sekundantlari jangni davom ettira olmasliklarini ma'lum qildi. Natijada Tyson Furyga texnik g'alaba yozildi. Shu tariqa professional boksdagi faoliyatini 2008-yil dekabr oyida boshlagan Tyson Fury faoliyatidagi 36-g'alabasini rasmiylashtirdi. Shuningdek, 37 yoshli taniqli bokschi hisobida 2 mag'lubiyat, 25 nokaut borligini ham ta'kidlash kerak. Professional boksdagi ilk jangini 2005-yilda o'tkazgan Mariusz Wach hisobida 14 mag'lubiyat va 39 g'alaba mavjud.
Saudiya Arabistonining Jidda shahrida professional boksning yuqori darajadagi oqshomi bo'lib o'tdi. Asosiy voqea og'ir vazn toifasidagi eng yaxshi da'vogar va sobiq jahon chempioni Anthony Joshuaning qaytishi edi. Uning raqibga duch kelmagan albaniyalik Kristian Prenga bo'ldi. Ko'pchilik bu jangni dastlab Joshua uchun yengil mashg'ulot deb atagandi, ammo muxlislar jang boshidanoq kutilmagan holatlarga guvoh bo'la boshladi. Negaki ikkalasi ham ajoyib zarba berish kuchiga ega edi. Joshua jangni juda faol boshladi. Biroq Prenga uni chindan ham hayratda qoldirdi. U bir necha zarbalarni shunchalik kuchli yo'naltirdiki, Anthony yiqilib tusha boshladi. Joshua o'zini qo'lga oldi, o'rnidan turdi va jilmayib qo'ydi. Ammo u yana yiqildi va Prenga oldinga intildi va jangni o'z foydasiga muddatidan avval yakunlashni juda xohladi. Ikkinchi 3 daqiqada britaniyalik yana bosim qila boshladi va endi u nazoratni qo'lga olgandi. U Kristianni arqonlariga itarib zarbalar yog'dirdi. Britaniyalikning juda asabiylashayotgani aniq edi. Ikkinchi raundning oxiriga kelib Joshua oldinga otildi. U shunday kuchli zarba berdiki, Prenga yiqildi. Hakam hisobni ochdi, ammo Kristian o'rnidan turmasligi darhol aniq bo'ldi. Shuni ta'kidlash kerakki, g'alaba chindan ham ajoyib bo'ldi. Joshua o'zining xarakteri va jasorati bilan mutlaqo muammosi yo'qligini ko'rsatdi. Shou oxirida esa Anthony Tyson Fury'ni jangga chorladi. Ajabmas yaqin vaqt orasida endi muxlislar ikki boks yulduzi o'rtasidagi jang haqida xushxabarni eshitib qolsa, voqealar rivojini esa siz ring ko'rsatuvida kuzatib boring.